ustachilik ishlari ham kundan kunga qiyin bo'lib boryapti. Ayniqsa mijozning ko'nglini olish, uni ko'nglidagidek ish qilish undan-da qiyin. Agar mijoz rozi bo'lsa-chi. Assalomu alaykum. Abdullajonni bizga ishlari, tinkifonlari ma'qul bo'lgani uchun ikkinchi o'g'limni ham uylarini qildirdik. Hozir tomosha qilasizlar. Qani, ketdik. Xush kelibsizlar Odiljon o'g'limni uyiga. Mani uyimdan ham chiroyli chiqdi Odiljon o'g'limni uyi. Xursandmisiz onajon? Juda ham xursandman. Navbatdagi ishimiz Samarqand Narpayda sohibkor onajon berdi. Ha, sohibkor. Sohibkorda Odil akamizning uylarini mana shunaqangi klassik variantda chiroyli naqshinkorlik qilib ishlarni o'z nihoyasiga yetkazdik. O'ylaymanki, bu ish sizlarga qay darajada yoqadi bilmadim. Kommentariyada 1 dan 10 gacha bo'lgan bahoda qo'yib yuboringlar. Sizlarning fikrlaring biz uchun juda ham qiziq. Endi esa men sizlarga ushbu uyimiz haqida qisqacha bir ma'lumot beraman-da va oxirida esa ushbu uyimizga qancha tunuka ketdi, necha pulga bitta 1 kvadrat qanchadan bo'ldi, u haqida ma'lumot oxirroqda aytaman. Sizlar esa hali ham bizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsanglar, baraka topinglar. Obuna tugmachasi shunday bosib qo'yinglar, bitta layklar mixlab qo'yinglar. Bizlar esa boshladik. Juda ham ma'qul bo'ldi bizga. Uy qilgan ishlaring. Odiljon o'g'limni ham uyini o'sha o'zimni uyimga qarab qildirdik. Mana juda ham xursand biza. Qo'ni-qo'shni nima deyapti? Havas qilsa arzigilik. Hammasi biz ham qilamiz, biz ham buyursakmi shunga, qancha ketdi, nima bo'ldi deb bari qiziqib so'rashyapti odamlar. Havas qilganda ko'p gap bor. Havas qilganlar kommentariyaga havas qildim. Allohim menga ham shunaqa uylarni, farzandlarimga ham shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deb yozib boringlar. Xudoyim taolo niyatlariga yetkazsin. Niyatda havas qilishda ko'p gap bor. Xo'p, azizlar, mana bu Odil akamiz uyini ham qilib tugatdik. Asosiy narsa mijozni rozi qilishlik, uni ko'nglidagidek qilib ishlarni qilib berishlikda mevasi desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Odil akamning ukasi Dostonjonning uylarini chiroyli qilib tugatib berdik. O'zi musofir deydi, akasi o'zi shu yer deydi. Ko'zi bilan ko'rdida Abdulloh xudo xolasa keyingisi meni uyim dedi. Odil akam ama keyin mana aytganidek chaqirdi, mana uylar chiroyli qilib tugatdik. Endi esa sizlarga bir boshdan obzorlarni qilib beramiz. Uyimizning umumiy ko'rinishiga ko'rib bitta baho bera olasizlar. Devorimiz yon atroflariga hovuz qilganmiz va hovuzdan so'ng esa MDF dan Marokan naqshlarda mana shunaqangi suratni olib ketganmiz. MDFlarimizni oralariga esa lampochkalarimizni o'rnatib chiqqanmiz va uyimiz umumiy suratda asosan oq ranglardan foydalangan holatda mana shu tugatganmiz. Hozirgi kunda trendda bo'lgan rombigimizni qo'yganmiz, 8 ta oyna va mana bu lyustralari ham high-tech lyustralar bilan uyimiz yana ham chiroyli bo'lgan. Umumiy holatiga ko'rib bitta baho berib, 1 dan 10 gacha bo'lgan ball bilan bizlarning ishlarimiz baholayverasiz. Yulduzlarimizga keladigan bo'lsak, yulduzlarimiz 3D 8 qirrali yulduz bo'lib, kubiklarimizni orasini tilla rangdan bo'lib chiqqanmiz va yulduzlarimizni ham mana shu tilla rangdan qilganmiz. Umumiy holatiga bitta ko'rib baho bering. Kayfiyat ko'tarmasdan iloji yo'q-da. Endi esa uyimizning kaziroklari haqida ham bir to'xtalib o'taylik. Kaziroklarimiz dutili variantda bo'lgan. Dutilar ranglari oqqa mokri emas, bu safar oqqa qop-qora rangdan ishlatganmiz. Hamda mana bu orasidagi tilla nirjavikalar bor-ku. Mana bu nirjavikalar haqiqiy nirjavika bu. Rangi uchib ketmaydi buni. Bu oddiy tilla tunuka emas. Oddiy tilla tunuka bo'lsa, yillar o'tib sekin vaqt o'chadi. Endi mana bu yerda shestigranini burchaklariga e'tiborlaringizni qarataman. Mana bu burchaklariga dutilarni qarang, qanaqa chiroyli chiqqan. Xuddi shunday nargi bitdagini ham ko'rsang, nargi bitdagi ham xuddi shunday. Juda ham chiroyli suratda tugagan mana. Mana shunday shestigranli joylarda, burchakli joylarda, xullas kalom nozik, noqulay joylarda ustalarning haqiqiy mahorati bilinadi. Ushbu obyektimizda 1 kvadratini narxini rasxod metalga 150 ming so'mdan qildik. Mana shu ko'rib turgan joylaringizni hammasiga 366 kvadrat tunuka ishlatildi. 9,5 kvadrat nirjavika ishlatildi. 1 kvadratini tunikani narxini 150 ming so'mdan qilib berdik va bu yerda ko'rib turganlaringizdek alikafonlar, oynalar, MDFlar, xullas mana shu joyda hammasini bitishligi jami 63 million 400 ming so'mga batamom bitdi. Agar sizlar ham bizni musofirdan ko'zatayotgan bo'lsangiz, Odil akamizga o'xshab
Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bemalol pastdagi raqamlar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlardan bizga murojaat qilib buyurtma berishingiz mumkin. Biz o'zimiz Samarqanddan, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Faqat uzoqroq joylarga kvadrat kattaroq bo'lsa boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.